Assalomu alaykum hamyurtlar. Gruppadagilar, oshna og'aynilar, akalar, mana shu uchastka sotiladi. Mana bu yerda bitta bu oshxonani kanalizatsiyasi, unisi tualet kanalizatsiyasi. Yer maydoni 3 sotik. Mana bu tualet. Mana bu o'rtada katyolxona. Bundan keyin baniya. Lekin baniyadan keyin mana oshxona. İçlari to'ldirilgan tuproqqa. Oshxonadan keyin 2 ga 5 ga 3 ikkita uy tushgan. Keyin 3,5 metrlik bitta darvozaxona tushgan. Undan keyin 3,5 ga 780 lik bitta mehmonxona tushgan. Mana mehmonxonamiz. Mana bu mehmonxonadan keyin mana bu yoqda 4 metr yana leshni joyimiz bor. 4 metr garajda joyi qolgan. Mana shu o'rtadan mana 4 metr garajimizning joyi ham bor. Uyimizni bo'yi uzunligi 23 metr, eni 860 tashlangan. Yer maydoni 3 sotikdan iborat. Mana bu kirish holati, mana darvozaxonadan kiriladi. Bu yoqda mehmonxona, bu yoqda 2 xona uy, eli oshxona. Mana bu o'rtada mana hovuz qilingan, ichida suvi to'la. 6 tonnalik hovuzi ham bor. Hamma sharoitlari qilingan, faqat ko'tarish kerak. Bunga montajlarga nolda tashlab ketilgan hamma narsa mana. Mana bu tualetda kanalizatsiyasi. Oshxonaniki mana bu dushni ichidan chiqadi-da, bu yoqqa o'tadi mana bu yoqqa. Hammasi отдельно qilingan. Shu yer joy sotiladi akalar. Oluvchilar bo'lsa, agar qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqishingizlar mumkin. Narxini telefon orqali gaplashamiz yoki lechkaga yozsangizlar, o'sha lechka orqali gaplashamiz.